Salom yurtdoshlar. Zvezda markali kir mashina olib keldim menga. Yuvadigan tarafi, sig'adigan tarafi qotib qolgan. Buralmaydi. Bunga motor qo'yamiz. Motor. Sig'adigan tarafiga motor qo'yamiz. Mana ko'rganingizdek zang bosib yotibdi mana. Buralmaydi mana. Buralmaydi. Zanglab qolgan. Hamma joyi zanglab qolgan mana. Boshqa motor qo'yamiz. Uni yechib olish uchun mana klapanni bo'shatib turamiz. Remenni bo'shatib turamiz. Suv nasozini bo'shatib turamiz. Yechib olamiz-da. Keyin pastki qismini yechamiz. Agar olish oson bo'lmasa, tepa qismini ham yechib turamiz. Polniy razborka qilmaguncha bu motorni yechib olish qiyin. Mana shunday yotqizib qo'yamiz. Keyin mana bu shuruplarni bo'shatib chiqamiz. Mana shu yerda. Mana shunday yotqizib qo'yib, mana shuruplarni bo'shatib chiqamiz. Nosozning shurubi mana bu yerda. Sig'adigan tarafini mana past qismidan yetsa bo'ladi, tepasidan yetsa bo'ladi. Tepasini shuruplari zanglab qolgan. Ko'ramiz, bir amallab yecharmiz. Keyin mana bu yerda motori turadi, yuvadigan motori. Mana bo'shatib oldim past qismini. Mana klapanni bo'shatamiz. Mana bularni bo'shatamiz. Kir mashinani yon boshlatib qo'yibman. Mana bu joyda mana bolt bor. Ikkita boltini ham bo'shatib olamiz-da. Mana shunday ключ kerak bo'ladi. 8 mm, 8 lik ключ. Yoki boshqacha turdagi ключlarni foydalansangiz ham bo'ladi. Mana shu joyga bo'shatamiz. Bo'shadim. Mana ko'rganingizdek chiqdi. Mana
qotib yotibdi mana. Reduktor, yuvadigan taraf motori, sig'adigan taraf motori, suv nasosi. Massalarni bo'shatib turamiz. Massalarni bo'shatish uchun mana bitta shurup, 2 shurup, 3 shurupda bo'shatamiz. Keyin chiqadi motor. Mana eski motori qotib yotibdi. Mana yangi motor. Shuni qo'yamiz joyiga. Mana bu joyini kesib oldim bolgarkada. Mana. Bolgarka bilan kesib oldim. Agar kimniki yechilmasa, mana shunday qilib bolgarka bilan kesasiz, ustidan yechasiz. Mana bunday qo'yamiz. Joy-joyiga qo'yib oldik. Mana simi. Mana shunday qilib simlarni bir-biriga ulaymiz. Keyin 3 ta shurupda o'xshab turadi. Mana shu yoqqa qotiramiz. Shuni joyiga mana shunday qilib mana bu baravani deb aytiladi. Baravan bu. Tormoz kalotka mana. Mana shu kalotkasi. Krisha bekitilgan payti ko'tarilib turadi. Ana shunda tortilib krishkani ko'targan paytingiz motor o'chadi, kontaktni yozdiradi, o'chadi, motor o'chadi. Keyin kalotka kelib qisiladi ana shu joyiga. Sirazu to'xtatadi. Agar kimniki shu qisib qo'ygan bo'lsa, zanglab qolgan bo'lsa, buni yozdirib mana shu joyini qirqib olib tashlasa ham bo'laveradi. Mana bu joyiga keyin sim bilan sumprug'i berib qo'yasiz. Bo'lmasa mana shuni qisilib yotaveradi, motoringiz kuyadi, tutab ketib. Hozir ko'rsataman ishlatib. Mana hozir ko'pirayingizdek ishladi. Keyin mana sentrifugani o'z. Bu joyi teshik joyi yo'q ekan. Splashnoy bolt o'tmas ekan. Ana shu joyiga bolt tiraladi, qisib qotib turadi. Все, bo'lgan. Bu boshqacha markadagi, boshqacha model ekan. Mana sanliklari yaxshi.
yaxshi sosteniyada moy bo'lib, yaxshi bo'lib turibdi mana. Endi joy-joyiga teramiz. Mana simlarni qistirdim, izolenta bilan o'raymiz. Joy-joyiga qistiramiz. Keyin nasozini ham ochib ko'ramiz. Shu vaqtda mana nasozni ham hozir yechdim. Nasozi yaxshi sosteniyada. Demak, joy-joyiga qo'yamiz. Mana taymerlar turadigan joyi mana bu yerdan ochdim. Xo'sh, e'tibor berib ishlatinglar. Mana ichidan sedep. Mana sedep chiqdi mana qancha. Ana shular kirmashining ichiga tushib ketadi. Mana sig'adigan tarafiga tushib ketib, o'sin motorga borib tiraladi. Suv chiqaradigan motorga borib tiraladi. O'sin parragini sinib ketadi. Suv chiqmay qoladi. E'tibor berib ishlatinglar mana. Keyin ham yerda buni simi bor. Tros deb aytiladi, endi plasmas. Ana shu yerga qistirib turadi. Krishka ko'tarilgan payti nasoz mana tormozni qisadi. Tormoz qisadi, motor ishlashdan to'xtaydi. Agar kimniki shu krishkani ochsangiz ham, baklasangiz ham shunday qilib kolodka qisib qoladi. Motor aylanmay yotaveradi. Shuning uchun mana regulirovka joyi bor mana. 1 2 3 4 5 mana. 4 8 dana teshigi bor. Ana shu teshigini simni o'tirasizlar, mana trosni o'tirasizlar. Shunda mana tros tepaga tortilib turadi, motor aylanadi. Nasozini ko'rdim. Yaxshi ekan. Remellarni qistirdim. Ishlatib ham ko'rsataman hozir. Joy-joyiga qotirib bo'lib, ishlatib ham ko'rsataman. Reduktori joyida. Slivni ko'ramiz. Motor ishlayapti. Krishkani ochamiz. To'xtadi. Bekitamiz. Krishkani ochamiz. To'xtadi. Kolodka ishlab ketdi. Krishkani bekitamiz. Aylanadi.
bekitamiz. Ishladi. Suv solamiz. Mana suv soldim. Ko'ramiz, suv chiqadimi, hech qayerdan suv chiqmaydimi? Ko'ramiz. Egasiga yaxshi qilib tuzatib topshirish kerak. Xo'sh. Yo'q, mana. Suv tomib turgan hech qayeri yo'q. Reduktordan ham tommayapti. Motordan ham yuvadigan motor sig'adigan nima edi? Nasosdan. Keyin sig'adigan motordan ham mana chiqmay turibdi. Xo'sh, endi suvni to'kib ko'ramiz. To'kamiz, sliv. Klapini ochiladi, suv chiqadi. Mana qo'ydik. Eshikni bekitamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Ko'proq ana shu videoga like bosing. Like bossangiz rekomendatsiyaga chiqadi. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz ko'radi, o'rganishadi, bilmagan funksiyalarni, bilmagan joylarni o'zlari o'rganib olishadi. Uy sharoitida tuzatsangiz bo'ladi. Mana bunday otyorka, har xil turdagi otyortkalar kerak bo'ladi. Mana ключ, 13 ключ, chotka, полугубцы, mana ikkita eski motori, molotok, ana shunday instrumentlaringiz bo'lsa, uyda o'zingiz tuzatib olasiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.